Samimiy yoshlar ittifoqi jamoasidan yangi loyiha. Mamlakatimiz, xususan institutimiz hayotida muhim o'rin tutgan, yuqori ilmiy salohiyat hamda hayotiy tajribaga ega bo'lgan professor ustozlarimiz bilan Samimiy faxrlar loyihasida dildan suhbatlashamiz. Bugungi Samimiy faxrlar loyihamizning dastlabki mehmoni Samarqand iqtisodiyot va servis instituti professori, iqtisodiyot fanlari doktori ustozimiz Pardayev Mamayevuz Qarshiboyevich bo'ladilar. Ustoz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustoz, sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Benihoya mamnunmiz. Juda ham tetiksiz. Albatta shogirdlaringizga ilm berishda, bilim berishda tolmayapsiz. Bundan xursandmiz ustoz. Rahmat. Loyihamizni bir an'anaviy savol bilan boshlaymiz. Ustoz, ayni kunda nimalar bilan bandsiz? Shu haqida bizning obunachilarimizga ozroq ma'lumot bersangiz. Endi ayni kunda nima bilan bandligimni oladigan bo'lsak, bu faqat bugun emas, kechagi bandligim ham, bugungi bandligim ham shu bir xil. Asosan o'sha ijod bilan shug'ullanyapman. O'sha dars berish jarayoni bu asosiy o'sha bandligimizning boisi, chunki hozir kafedramizga nima yangi fan bo'ladigan bo'lsa, o'sha yangi fanlarni menga berishadilar. Men o'sha yangi fanni bir yo'la dars o'tish hamda o'quv qo'llanmalari, darsliklar va uslubiy ishlarni yaratish bo'yicha ham parallel olib boraman. Bundan tashqari har kuni bitta o'sha hikmat yozish o'zimga majburiyat qilib qo'yganman. Buni endi boshqa vaqtlar topmasam, uyqu hisobidan bo'lsa ham shuni qilaman, chunki bugungi dasturga kiritgan narsalarim ertaga qolsa bo'lmaydi, chunki ertaga o'zining mas'uliyati bor. Shuning uchun har kungi belgilangan ishni o'sha kuni bajarib qo'yishga harakat qilamiz. Chunki bitta hikmat deganim o'sha bitta mavzudagi o'sha hikmatlarni to'plab, hayotiy tajribalardan kelib chiqib, shuni yozishga ko'nikma hosil qilib qoldik. Hozir yaxshi ketyapti. Biz ham hikmatli so'zlaringizni Samarqand iqtisodiyot va servis institutining rasmiy kanallarida doimiy o'qib boramiz. Juda ham o'zimizga kerakli ma'lumotlarni, kerakli o'gitlarni olib boramiz va bugungi suhbatimizda biz dildan samimiy suhbat qurishga harakat qilmoqchimiz. Hozirgi keyingi savolimiz, keling bir yoshlik davrlaringizga qaytaylik. Biz yoshlar uchun albatta o'zimizdan yoshlari katta ulug' insonlarning bosib o'tgan yo'llari juda ham qiziq. Va shu uchun bir savol bilan murojaat qilaman. Ustoz, mana shu ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishingiz, avvalo institutga kirishingiz, keyinchalik o'qituvchilik faoliyati yuritishingizga turtki bo'ladigan biror voqea bo'lganmi yoshligingizda? Shu haqida aytib bersangiz. Endi yoshligimiz bizniki qishloqda o'tgan. O'sha maktabga borar edik. Maktabdan bo'sh vaqtlarimizda asosan o'sha qo'zilarni boqar edik yaylovlarda. Shu o'zimiz bilan albatta kitob bo'lar edi. Kitobni olib shu yaylovda tashqarida shu mazza qilib o'qib, bitta katta onam bor edi. Kitobimni ko'pincha qoldirib ket der edi. Nimaga desangiz, o'sha maktabdan kelding, endi ko'zing tolib qolmasin degan o'sha mehribonlik hissi bo'lgan taxminan. Lekin biz kitobga juda ham ishtiyoqimiz baland edi. Shuning uchun o'sha kitob bilan katta bo'lganmiz. Maktabni bitirgandan keyin endi Samarqand kooperativ institutiga kirish masalasi keyin menda paydo bo'lgan. Shu birdaniga institutga kirsam qiyin bo'ladi degan nuqtai nazar bilan birinchi texnikumga kelganman. Samarqand moliya texnikumi endi ochilgan edi, qaytadan tiklangan edi. Shunga kirib, lekin bitta narsa,
men rus tilini bilmas edim. Darslar 100% rus tilida o'tilardi. Keyin 6 oyda bemalol gaplashishni o'rganib olishga to'g'ri keldi va o'sha dars jarayoniga tushunishga ham to'g'ri keldi. Bitta keksa domlamiz bor edi. U domlamiz bizda dars berardi-yu, biron marta 3 qo'ygan emas. Faqat 2 qo'yardi. Keyin imtihonga vaqti bo'ldi. İmtihon vaqti bo'lgandan keyin aytishdiki, sen kirib o'tirma, bir 2-3 ta menga o'xshagan bilmaydiganlar bor. Sizlarga 2 dedi. Keyin men aytdim, bir so'rab ko'ring. So'rab ko'ring, agar bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha 2ga rozimiz. Keyin so'rab ko'rdi. So'rayapti. Endi men javob beryapman. Keyin bitta ta'rifni so'radi. Ta'rifni aytib bersam, 3 marta qayta so'radi. 3 marta ham ta'rifni o'sha qanday yodlagan bo'lsam, o'shanday aytib berdim. Rus tilida ketyapti hammasi. Keyin shu bilan birdaniga 5 qo'ydi. 2dan keyin biron marta 4 qo'ymagan. Darsda hamisha 5 qo'yardi. Meni keyin boshqalarga ham o'rnak qilib aytib yurgan ekan. O'sha endi o'ylasam, yodlaganman ko'p narsani. O'sha tushuntirib bera olmaganmiz, fikrimiz bo'lmagan. O'sha semestrning oxiriga borganda bemalol gapiradigan holatga kelganmiz. Bu ta'rifini keyin bilsam, bitta so'zni yozdirgan vaqtida qolib ketgan ekan. O'sha so'zni qo'shib aytadimi deb turib, takror so'ragani shundan ekan. Biz uni keyin tushundik, o'sha ajoyib qilib. Lekin oson bo'lmagan. Shuning uchun juda qiyin holatda moliya texnikumini bitirdik. Boshlanishda qiynalgan bilan keyin yaxshi 2 yil o'qidik. Keyin yaxshigina o'sha baholar bilan bitirdik. O'qish jarayonida shu kooperativ institutda vaqti Samarqand kooperativ instituti edi. Juda zo'r chiroyli tadbirlar o'tkazilardi bu yerda. Dastlabki savolim shunday iborat bo'ladiki, yoshligingizdan qaysi bir olimlarga havas qilib, shularga o'xshasam deb niyat qilgansiz? Gapda ochig'i, o'sha birinchi institutga kirgan vaqtlarimizda olimlarga o'xshashga havas qilmaganmiz. O'sha rayponda rais bo'lishga niyatimiz bo'lgan. O'sha rais bo'lsak, demak zo'r deb, chunki institutda qolish tasavvurimizda ham yo'q edi-da. Lekin birinchi semestrni o'sha hamma baholarni 5 ga topshirdim. O'sha texnikumda o'qiganim juda katta menga asos bo'lgan. 5 ga topshirib, keyin uyga boruvdim. Bir amakim Toshkent xalq xo'jaligi institutini bitirgan edi. Hammamiz o'tiribmiz. U kishi bank upravляющisi edi. Qanday bo'ldi birinchi semestr dedim. Men shunday zachyotkani beruvdim. O'sha hammasi 5. Keyin deb xursand bo'ldim. Xursand bo'lib, keyin o'sha katta otamiz Molla Parda derdi. Otam ham to'rda o'tirgan edi. Bu zo'r bo'pti-ku. Endi bundan keyin dedi, buni pasaytirma deb bizga aytib berdi. Ularning o'sha kungi muhitning o'zi menga juda katta motivatsiya berdiki, faqat men atlishni o'qishim kerak. Shu nuqtai nazardan demak, o'sha kooperativ institut degani bu o'sha vaqtlar juda o'sha Central Soyuzga qarar edi.
o'sha tadbirlar faqat O'rta Osiyoda kooperativ institutning o'zida bo'lsa, boshqa institutdan chiqqan joydagilar o'sha butun o'sha ittifoqimizda oldin 5 ta, keyin 7 ta bo'ldi. O'sha Lvovda, Moskvada, Novosibirskda va hokazo ilgilarda konferensiyalarga borardik boshqa. Lekin bitta narsani o'sha boyni ham sizlarga aytdim. Shu 4 yil davomida 3 kun dars qoldirganman. 3 kun dars qoldirganman. Bu ham Olachalar silyotiga Toshkentga borganda qoldirganmiz. Qolgan vaqtda dars qoldirish haqida tasavvurimiz ham yo'q edi-da. Albatta paxta terishga borar edik, paxta chopishga borar edik va hokazo. Lekin dars bo'lgan vaqtda darsdan boshqa bizning bironta tashvishimiz ham ishimiz ham yo'q edi. Chunki hammasi boshqa daraja, eng oliy daraja darsga qatnashishdi, o'qishdi. Navbatdagi savolimiz. Biz bilamiz 1971-yildan beri siz Samarqand Kooperativ institutida o'qituvchilik faoliyatingizni olib borasiz va hozirgi paytda ham mana shu faoliyatni davom ettirmoqdasiz. Va savolimiz shundan iboratki, ayni hozirgi sun'iy intellekt globalizatsiya zamonida avvalgi 30 yil avvalgi yoshlar bilan hozirgi yoshlarning bilim saviyasi farq qiladimi? Endi 30 yil oraliqqa qaraydigan bo'lsak, 30 yil oraligiga qaraydigan bo'lsak, men hammasi ko'z oldimda turibdi. Birinchi boshlagan paytlari-yu 30 yil muqaddamu va bugungi kunlar hammasi talabalar bitta o'xshashligi, oldin ham talaba edi, hozir ham talaba. Lekin farqi o'sha oldingi talabadagi mas'uliyat bugungi talabadagi mas'uliyat bilan keskin farq qiladi. Ilgari juda mas'uliyat bilan yondashardi o'qishga. Hozir u mas'uliyat yo'q. Buni bitta misol keltirib aytaman. Mana kutubxonada ilgari o'sha talabalar navbat kutib, ko'pincha darsning oxirida papkasini qo'yib ketardidagin, ovqatlanib kelib, o'sha joyda kutubxonada joy qolmay qolmasin deb egallab o'tirardi. Juda ham kitob ko'p o'qilar edi. Keyin mana shu o'sha vaqtlarda shunday vaziyat bo'ldiki, vaziyat bor ekanki, dasturimiz bo'yicha ham bu kerak edi. O'sha klassik adabiyotlarni hammasini konspekt qilish kerak edi. Darsdan tashqari o'sha shu holatlarni hammasini konspekt qilib o'rganganmiz. Masalan, o'sha vaqtda Vladimir Ilich Leninning asarlarini konspekt qilardikdagin, keyin o'rganib o'sha tahlil faniga, iqtisodiyot nazariyasi faniga, shu vaqtda menejment degan algilar yo'q edi. O'sha tovarshunoslik faniga qayeri daxldor bo'lsa, shunga moslashtirib gapirib beradigan holatlar bo'lar edi. Hozir endi o'sha bu mas'uliyat hozirgi talabalarda yo'q. Eng dahshatlisi kitob o'qimay qo'ydi talabalarimiz. Endi butunlay emas, oldingi darajaga nisbatan juda past. Necha karra pastligini bilmayman, lekin past. Kitobga yondashuv. Lekin mana shu jarayon shunday holat keladiki, bundan hayotning o'zi o'sha qoqchitib qo'yadidagin kitobga yana munosabat paydo bo'ladi. Chunki kitobsiz taraqqiyotga erishish juda qiyin. Hozir ham ko'p mana bu oddiy algilar bor. Telefonni ko'rib o'tirganlar ertaga aytaylik nima deydi?
landavur oddiy til bilan aytganda bo'ladi-yu, o'sha hozirgi vaqtda kitob o'qiganlar ularni boshqaradi degan gapi bor-da. Shuning uchun bu kitobsiz bir narsaga erishish qiyin-da. Hozir sizdan bilyapmizki, ilm yo'liga kirib kelganingizga 60 yildan ziyod bo'lyapti, rasman. Hozirgi yoshlar psixologiyasi shu holatda ro'y beryaptiki, nimagadir juda ham tezroq erishish g'oyasi bo'lyapti. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Bunga sabab o'sha oddiy gap bilan aytganda zamon tezlashib ketdi deydi-da. Zamon tezlashib ketdi degani o'sha vaqtning tez ketayotganligi haqida gap ketmaslik kerak. Vaqt o'sha holatda ketyapti. Lekin zamon tezlashib ketdi degani o'sha zamondagi axborotlar, o'sha zamondagi jarayonlar tez amalga oshiriladigan bo'lib qoldi. Shu tez amalga oshiriladigan zamonda ko'p narsaga odamlar tezroq erishsam degan tushunchaga borib qoldi. Endi bunga tez erishishi ham mumkin. Chunki misol uchun ilgari telefon bo'lmagan, misol uchun menga bir narsani aytishim kerak bo'lsa, o'sha Samarqandning chetida tanishim bo'ladigan bo'lsa, o'shanga borganman, aytganman. Hozir endi telefon degan narsa chiqib qoldi. Telefon shunday qilamiz, xabarni beramiz, misol uchun. Yoki bitta telefonning o'zida 100 dan ziyod operatsiya bajariladi. Hammasiga ilgari vaqtni sarflab, masalan, o'sha Moskva bilan gaplashmoqchi bo'lsak, televideniya, etoysalga, telestansiyaga borardik degin, zakaz berardik, ular ham zakaz berib, ular telefonga kelardi, biz telefonga gaplashardik, bir kun vaqtimiz ketardi. Hozir joyingizdan turib dunyoning hamma burchagi bilan gaplashyapsiz. Ana shu tezlik, bir-bir bilan bo'lgan muloqotlar aynan ana shu tezlikning o'zi odamlarni ham tez erishishga ko'niktirib qo'ydi. Shuning uchun demak biz hozir muvaffaqiyatlarga tez erishsak degan, lekin tez ham erishyapti ham. Shuning uchun bu masala zamondagi hodisa va jarayonlarning o'zgarishi bilan odamning tafakkurini ham, munosabatini ham, yondashuvini ham o'zgartiryapti-da. Juda ham kerakli maslahatlar, kerakli o'gitlar bo'ldi ustoz. Endi ko'pchilik yoshlarimizni qiziqtirgan savol va bu savolni biz loyihamizning bir an'anaviy savoliga aylantirishga ham harakat qilamiz. Xo'p, aynan yigit va qizlarga maslahatingiz kerak, ularga turmush o'rtoq tanlashda nimalarga e'tibor berishlari kerak? Ayni ikki o'rinda qanday maslahatlar bera olasiz ustoz? Endi bu o'rinda ham hayotiy tajribadan kelib chiqishga to'g'ri keladi. Men hozir iltimos qilib ko'plari kelin kuyovlarning o'sha maktabini tashkil qilgan, o'shanga domla kelib bir dars berib keting deydi. Hayotiy tajribalar bilan ba'zan gaplashib o'rtoqlashamiz. Endi yigitlarga gapim o'sha qiz bolaning chiroyiga qarab ko'pincha harakat qilamiz, lekin u chiroy hech narsani belgilamaydi. O'sha qalbi pok bo'lishi kerak. Endi yana bitta narsa shundayki, o'sha bolaning ertaga bola bo'lishi, uning jamiyatga bir tayyor o'sha inson kapitali darajasida bo'lishi uchun onaning roli juda katta. Shuning uchun yigitlarimiz o'sha o'ziga chiroyli qizni tanlash emas, ertangi bolalarning onasini tanlash kerak. O'sha bolalarim bo'lsa, buning mana shu holatida qanday darajada bu tarbiyalay oladi. Shunga
Endi qizlarga o'sha maslahatim, yigitlarning ko'pincha chiroyiga emas, davlatiga uchadi. Bunday holatlar ko'p. Holatlar ko'p emas, o'zi hammasi ham shunday bo'lib qoldi. Endi chiroyli qilib aytyapmiz. Shuning uchun bu davlatmandlik, bu boylik yoki to'liq baxt emas. Davlatmandlik o'sha yaxshi narsa. Lekin u davlat omonat. Omonat degan narsa to'liq seniki emas degani. Berganing o'zingniki, qistangdagi omonat degan gap bor. U degani nima degani? Bersangiz, o'sha bir muhtojni qo'llab-quvvatlasangiz, sizga savobi yoziladi. O'sha savob sizniki. Qistangizdagi omonat. Shuning uchun davlatning juda katta ortiqchaligi u uchun hamma narsani qasamni ichib, hamma qasamxo'rlik bilan uni to'plab, uni aytaylik, o'sha yana qasam bilan qo'rib yotishning hech keragi yo'q hech kimga. Chunki har qanday qasr ota-ona qurganlari ham 3-avlod bu yerda yashamaydi degan gap bor. Endi yashaydi, yashaganda ham boshqacha qilib o'ziga moslashtirib yoki hokazo shunaqangi holatlar. Endi bu ramziy ma'noda aytilyapti. Shuning uchun o'sha yigitlarni tanlaganda ham uning insof diyonatiga qarash kerak bo'ladi. U ertaga faqat o'sha moli ko'p bo'lib turib sizni xo'rlaydigan bo'lsa, u moldan hech qanaqangi foyda yo'q. Uning chiroyidan ham foyda yo'q. Insonning qadrini biladigan darajada bo'lish kerak tanlaganingiz. Insonning qadrini bilgan odam, millioner ham, oddiy odam ham ovqatlanayotganda bir kosadan ovqat yeysizlar. Bir kosa bilan qorni to'yadi, baxtida. O'sha sizlarning rizqlaring. Qolganlari hammasi o'sha algi emas. Shuning uchun demak, yigitlarni tanlashda ham, qizlarni tanlashda ham o'zining bir mezonlariga ahamiyat berish kerak deb o'ylayman. Endi sohamizga doir ustoz savollar bilan yuzlanmoqchiman. Iqtisodchimiz bizda juda ham shunaqa bir tarix borki, avval iqtisod, keyin siyosat deyishadi. Iqtisodchilarni holati shunaqaki, ular kengroq fikrlashga, siyosiy jarayonlarga ko'proq kirib borishga harakat qiladi va biz ko'p jarayonlarda kattalardan bir gap eshitamizki, siyosatga aralashma degan gaplar bo'lishadi, dakkilar bo'lishadi. Bu jarayonga qanday qaraysiz? Siyosat o'zi nima? Yoshlar siyosatga aralashishi kerakmi yoki yo'qmi? Shu savol qiziqtiradi. Yoshlar kattalarimiz ko'rishsa, menimcha shundan to'g'ri xulosa qilishadi. Masalan, bizga dakki berayotganlar endi O'zbekistonda yoki boshqa davlatda yashasak ham har qanday yoshlar siyosat qurshovida-ku. Siyosatdan qaysilarini xolisizlar? Hech qaysimiz. Hech qaysimiz xoli emasmiz. Sizlar talaba, aytaylik, men professor, hammamiz o'sha davlatimizning siyosatining o'sha nima deydi, qamrovida yashayapmiz. Lekin siyosatga aralashma degan bir gapga odamlar bitta narsani inobatga oladiki, shu odamlarning qo'lidan keladigan gap bor, qo'lidan kelmaydigan gap bor. Masalan, prezident qarorini siz bu yerda tanqid qilib yotibsiz-da. Siz o'zingizning bitta fikringizni o'sha qaror qabul qilgancha qancha fikrlar o'rganilgan, qancha aytaylik holatlar bo'lgan.
lekin sizga u mos kelmaydi. Keyin siz aytasizki, yo'q, bu qaror bo'lmaydi bizga va hokazo. Bu siyosatga noo'rin aralashish bo'ladi. Shuning uchun noo'rin aralashib o'tirmaslik kerak. Agar fikringiz bo'lsa, hozir erkin, marhamat shunday yozib, mana shunaqangi bizning taklif. Hozir takliflarni so'rab yotibdi. Qana sizlarga qanaqangi takliflar kerak? Chunki jamiyatning rivojlanishi uchun jamiyatning ichidagi odamlarning fikrlaridan so'rash kerakda. Xo'sh. Lekin usiz yo'q, biz o'sha xayolimizga kelgan gaplarni gapirib yotibmiz. U aynan siyosatga noo'rin aralashish masalasi bo'ladi. Undan foyda yo'q. U bilan odamlarning tafakkurini buzasiz. O'zingiz ham yo'ldan toygan bo'lasiz. Shuning uchun bu narsadan o'sha sal-pal tiyilish kerak. Navbatdagi savolimiz. Azaldan bizda ustoz shogird an'analari davom etmoqda va hozirgi paytda institutimiz muhiti, masalan, talabalar muhitida biz ko'proq yurganimiz uchun shu savol kelib chiqdiki, hozirda talabalar o'ziga ilmiy yo'nalishda ustoz tanlashda biroz qiynalishmoqda. Ya'ni kimni tanlasam ekan, ya'ni kimga men shogird tutinsam yaxshiroq bo'ladi degan o'y ularni qiynamoqda. Xuddi shu o'rinda siz ham o'z tajribangizda shogird tanlashda, shogirdga o'rgatishda nimalarga ahamiyat berish kerak va talabalar ustoz tanlashda nimaga ahamiyat berish kerak? Mana shu haqida ham biroz fikringizni bilmoqchimiz ustoz. Endi bu ham uncha oson ish emas. Ko'plar shogird tanlash masalasiga kelganda bo'ladigan bolani tajribali odam oldindan tushunadi. Masalan, men shaxsan o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, birinchi galda bir suhbatlashishdayoq tashxis qo'ya olaman. Uning tafakkuri yaxshi bo'ladigan bo'lsa, o'sha dunyoqarashi aytaylik kengroq bo'ladigan bo'lsa, uni to'g'ri yo'lga solsangiz, yo'lni topib keta oladi. Ustoz, suhbatimiz yakunlanib boryapti. Juda ham manfaatli suhbat bo'ldi men uchun. Shaxsan men kuzatuvchilarimiz uchun ham shunday deb o'ylayman. Loyihamiz haqida fikrlaringizni bildirsangiz, bizning maqsadimiz shu yoshlarga yuqorida siz aytib o'tgan yo'llarni qanchalik mashaqqatli ekanligini, uning mevasi qanday bo'lishi kerakligini yetkazmoqchimiz. Missiyamiz uzoq muddatga mo'ljallangan. Shu missiyamiz yo'lida qanday fikrlaringiz bor? Loyihamiz haqida fikrlaringizni bildirsangiz. Endi yaxshi loyiha birinchidan o'ylabsizlar. Eng muhimi mana shu narsa ma'lum darajada yoshlarga ibrat bo'lsa, agar ibrat ola oladigan bo'lsa, buning samarasi juda katta bo'ladi. Shuning uchun sizlarga muvaffaqiyat tilayman. Savollar masalasida ham juda zo'r savollarni o'ylabsizlar. Kelajakda mayli men konsultantdan bo'laman. Tashakkur. Bizga bu juda kerak. Boshqa qilishda. Ijodiy muvaffaqiyat. Rahmat. Vaqtingizni ayamaganingiz uchun kattakon rahmat. Sizni charchatib qo'ymadik degan umiddamiz. Sizning faoliyatingizga, sog'ligingizga mukammallik tilaymiz ustoz. Rahmat hammasi uchun. Yaxshi, sog' bo'linglar. O'zingizni ehtiyot qiling. Siz ehtiyot qiling.